أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 32. Sure Secde Mekke'de nazil boğan 30 ayet. Nahayet şefkatlik, mehriban Allah'ın isim bilen başlayman. Alif, Lam, Mim. Bu kitap yani Kur'an'ın alemlerinin perverdigarı tarafından nazil kılınğanlığında hiç şek yoktur. Müşrikler Muhammed onu özü toqidi deydi. Hergiz undaq emas. Belki o senden ilgiri hech qandaq bir payg'ambar kelmagan bir qavmni hidayat topsin deb ularni ogohlantirishing uchun Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqatdir. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sizlarga Allohdan boshqa hech qandaq ega yo'q, shafaat qiluvchimi yo'q. Buni fikr qilib iymon etmamsizlar? Allah osmondan zamingacha bo'lgan maxluqotning ishlarini idora qilib turadi. Ondan o ishlar uzunligi sizlar sanayotgan 1000 yilda keladigan bir kunda Allohning dargohiga o'rlaydi. O Allah yoshirunni va oshkorni bilguchidir. G'olibdir, bandalarga nihoyat mehribondir. O hamma narsani chiroyli, ya'ni hikmatiga muvofiq joyida yaratdi. Dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Odam alayhissalomni loydan yaratdi. Ondan onun neslini arzimas suning javhiri, ya'ni ma'nidan yaratdi. Ondan onu ravurs yaratib, onunga o'ziga mansub ruhni kirgizdi. Yana sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va yuraklarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. Ular yer ostida yo'qolgandan keyin rostliq qayta tirilamdiq deydi. Balki ular Parvardigoriga muloqot bo'lishni inkor qilguvchilardir. Aytqanki, sizlarning jininglarni elishga muvakkal qilingan farishta sizlarning jininglarni oladi. Ondan Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilsizlar. Agar sen gunohkorlarning Parvardigorining dargohida boshlarini sangiltib turganligini ko'radigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytadi: Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytirgan, biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Agar biz xohlasak, har bir kishiga albatta hidoyat beratdik. Lekin mening gunohkorlarni azob qilishdan iborat hukmim bekitilib bo'ldi. Men cho'qim jinlar va insonlar bilan jahannamni to'ldiraman. Ahli do'zaxga aytiladi: "Mushu kundagi uchrashishinglarni unutib qolganliginglar uchun bu xo'rlig'uchi azobni tetinglar. Biz mu haqiqatan sizlarni unutdik. Qilmishinglar tufaylidan mangulik azobni tetinglar." Bizning oyatlarimizga haqiqatan shundoq kishilar iymon etadiki, ularga shu oyatlar bilan vaz-nasihat qilinsa, Allohning oyatlarini ulug'lash yuzidan Allohga sajda qilgan holda yiqiladi. Parvardigoriga tasbih aytadi. Hamda aytadi, ular Parvardigorining toat ibodatidan cho'nchilik qilib bosh tortmaydi. Ularning yonlari o'rin ko'rpidan yiroq bo'ladi. Ular Parvardigorining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llarga sarf qiladi. Ularning qilgan amallarga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Mu'min odam fosiq odamga o'xshamda, ular oxiratlik savobni barobar emas. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, ularning qarorgohi jannat bo'ladi. O ularning qilgan amallarini mukofotlash yuzidan ular uchun tayyorlangan joydir. Allohning itoatidan chiqqanlarga kelsak, ularning joyi do'zax bo'ladi. Har qachon ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Ularga sizlar inkor qilgan do'zaxning azobini tetinglar deyiladi. Ularning tavba qilishi uchun biz ularga cho'qim eng cho'ng azobdan, ya'ni oxirat azobidan ilgari eng yaqin azob, ya'ni dunyo azobini tetitimiz. Parvardigorining oyatlari bilan vaz-nasihat qilingan, ondan uningdan yuz o'rgan odamdanmi zolim odam bormi? Biz gunohkorlarni cho'qim jazolaymiz. Shak shubhisizki, biz Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Ey Muhammad, sen Musoga muloqot bo'lishdan shaklanmagin. Biz Tavratni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ular kulpatlarga sabr qilgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik.
Sening Parvardigoring qiyomat kuni ularning orasida ular ixtilof qilishgan diniy ishlar ustida albatta hukm chiqaradi. Ulardan ilgari o'tgan qanchilgan ummatlarni halok qilganligimizni ular bilmamdi. Ular yani Makkaliklar, ular yani halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turadi. Buningda bizning qudratimizning kattaligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ular anglamamdi. Ular ko'mamdiki, biz giyohsiz zaminga yomg'ir suyini surib ib boramiz. Uning bilan ularning hayvonlari va o'zlari yeydigan ziroatlarni undirib chiqaramiz. Ular buni ko'mamdi. Ular yani Makka kuffarlari masxara qilish yuzidan biz bilan sizlarning oranglarda chiqariladigan bu hukm qachon amalga oshadi? Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, etib yiqinglar deydi. Aytqinki, hukm chiqariladigan kunda kofirlarning etgan iymonining foydasi bo'lmaydi. Ularga muhlatmi berilmaydi. Sen ulardan yuz o'rgin. Sen Allohning ularga tushadigan azobini kutgin. Ular haqiqatan sizlarga tushadigan narsalarni kutguchilardir.